jigarni yog' bosdi deydi. Menda ham shu muammo bor. Lekin 120 kiloli odamni ham jigarini meni darajamda yog' bosganda, zamonaviy dunyoni jigarni qiynaydigan qanaqa muammolari bor? Oddiy hayot tarzimizda har kuni qiladigan xatolar bor. 4 ta xato. Oxirgisi hayron qoldiradi sizni. Birinchisi bu ertalab nonushta qilmaslik. Jigarimiz kechasi bilan safro ishlab chiqaradi, o't suyuqligi va ertalab nonushta qilishga jigar va o't tufayli ishlashga tayyor turadi. Lekin biz nonushta qilmaymiz. Natijada o't suyuqligi qo'yiqlashni boshlaydi, jigarning ishiga bu ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchisi bu shirinlik va xamir ovqat, non ko'p yeyishimiz, ya'ni uglevodlar jigarni yog' bosishining asosiy sababchisi. Misol uchun men yog'li ovqat yemayman, jigar yog' bosmasligi kerak deydi. Lekin bu inson albatta shirinlik ko'p yeydi. Shirinlik ko'p yemasa ham shirin napitkalar, ichimliklar ko'p ichadi. Gazlangan bo'lmagan taqdirda. Uchinchi sabab bu biz iste'mol qilayotgan sabzavotlar, meva-chevalarga ko'p qo'shilayotgan o'g'itlar. Hozirgi kunda kim birinchi bo'lib mevani, sabzavotni pishirsa, kim birinchi bo'lib tarvuzni bozorga olib chiqsa, shu odam yutib ketyapti, shu odamning biznesi uchayapti. Lekin bu sabzavotlar tezroq pishishi ularga ko'p o'g'it qo'shilyapti. Bu o'g'itlar hammasi jigarga kuchli zarba beradi. To'rtinchi sabab esa bu ko'pchilik qiladigan xato, bu uyquni normada bo'lmasligi. Ya'ni soat 11 bilan 3 ta oralig'ida jigar organizmni toksinlardan tozalaydi. Agar shu vaqtda siz uxlamayotgan bo'lsangiz, jigarda o'zini ish soatlari buziladi. Natijada organizmda toksinlar ko'p yig'ilishi, immun tizimi buzilishi, organizmda yallig'lanishlar ko'p bo'ladi. Shu 4 ta oddiy sabab jigar muammolarini olib kelyapti.